Bugun ozgina xursandchilik bo'ldi. Kecha opam telefon qiluvdilar. Ohangaronda ozgina sharoit og'ir opa bor. Xolodilnik kerak arzonga deb. 100 ming oldik xolodilnikka. 30 ming o'ziga yo'l kirasiga qaytarib berdik. Opa yonidan Damas gaplashibdi. Bularga savob bo'lsin deb. Mana xolodilnikka berib yuboramiz, xudo xolasa. Inshaalloh duo qilib turasizlar. Yana puli tushganda ozgina yana 1 so'm pul beradi, xudo xolasa. Mayli, ishi bitsa bo'ldi bizga. Ona bitta duo qilib qo'ying, ishimiz yurishib ketsin. Sizlarga ham anaqa bo'lsin, ma'luminga berlar, sizga Xudoy bersin, sizga ham Xudo bersin, mushkulingiz oson qilsin. Amin. Ramazon kunlarida hammamiz sog'ayib. Allohu akbar. Endi alohida yurtimiz ham tinch bo'lsin deng, shu yurtimizni ham duo qilib qo'ying, vatanimizni. Tinch bo'lsin, avvalambor. Allohu akbar. Rahmat. Kelib turinglar opa, sizga rahmat. Yana qiynalgan bo'lsa odam, yana olib keling. Xudo xolasa ularga ham yordam beramiz. Sizlarda ham ishlaring rivojini bersin. Rahmat, yashang. Ro'za Ramazon kunlarida ehson qiluvchi insonlar ko'paysin. Rahmat. Ohangaronlarga salom. Xo'p. Onam Ohangarondan-da yaxshi ko'raman. Ohangaronliklar like bosamiz, Ohangaron like bosamiz. Ohangaronda cho'miladigan joy bordi. Nima edi nomi, Tropsikmi nima? Shu yerda katta bo'lganmiz. Har kanikul 3 oy. Rahmat.